Rasman: Shahboz Umarov BATE futbolchisi. Jasur Yaxshiboyevga Yevropadan yana bir taklif bo'ldi. Shu va boshqa yangiliklar bilan sizga Euro'zbu futbol kanalidasiz. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz videoni boshladik. Rasman: Shahboz Umarov BATE futbolchisi. Umarovning energetik bugovi bilan bo'lgan shartnomasi yakunlandi. BATE Shahboz Umarovni yozgi transferlar oynasida $50,000 ga xarid qilgan edi. Shahboz Umarov BATE safida Yevropa Ligasining saralast bosqichida ishtirok etadi. Rasman: Jasurbek Yaxshiboyev Shaxtyor bilan bo'lgan shartnomasi yakunlandi. U hozircha Paxtakor futbol klubiga tegishli. Belaruslik jurnalistning xabariga ko'ra, Crvena Zvezda klubi Shaxtyor futbolchilari Nikola Antich va Jasurbek Yaxshiboyevga qiziqish bildirmoqda. Jurnalistning aytishicha, Serbiya klubi serbiyalik futbolchi uchun kelishuvga erishishga yaqin. Ma'lumot uchun, Crvena Zvezda jamoasi ayni vaqtda Serbiya chempionatida yakka peshqadam va Yevropa ligasida ishtirok etmoqda. Aziz do'stlar, yaqin kunlarda Jasurbek Yaxshiboyevning yangi klubini bilib olamiz. Siz nima deb o'ylaysizlar? Qaysi klubga yoki qaysi chempionatga o'tgani ma'qul? Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Aziz do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.